Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Urganch shahrida Sputnikda bir planjay 15 metr, uzinasini 28 metr, pojamli xotuna ega. Pojamli xot ham keng tushgan. Eldin aynan ko'pdilar, 2 mashin bemalol turadi. Zilon zonamiz bor, fasadlarimiz toza ishlangan. Ne ko'rishingiz mumkin. Bu tarafda aynan xot ham bor. Xohlasanizlar qurilish etsangizlar ham bo'ladi bemalol. Lokatsiyani aniqroq aytadigan bo'lsam, 28-avtobusning oxirgi oстановkasining yonida. Seychan qismi bilan tanishaveramiz. So'qillarimiz yana ko'rdingizlar, mana bundan aytilgan ekan. Bismillahirrahmanirrahim. Giraverishimiz yine tam bildik. Heti ko'pdilar. Ko'chamiz shera o'rnatilgan, suv gaz svetidan muammo yo'q. Rakovinalarimiz qo'yilgan. 5 xona tushgan yurtdoshlar. Bu yoqda 2 xona, bu yoqda 2 xona, to'rda yana bir katta zol tushgan. Devorlarimiz fonda, oynalar almashgan plastikka. Berimiz yana katta xonasi. Berimiz kattalar spalnisi. Berimiz zal bo'ladi. Quruvchilar ham yetadi bu joy. 3 oy solsanizlar bo'ladi bemalol. Xonalar ham keng tushgan, pojamli xotasi tushgan oynalari bor. Dolabimiz ham keng tushgan. Yan tarafımızda oshxonasi. Sanuzeli. Bu yerda yana kiyim mashin uchun mesda qoldirilgan. Maktab bog'chalardan ham muammo yo'q. Birimiz yana bir zal. Yirmi 28. avtobusning oxirgi oстановkasining yanında. Bu yan tarafımızdan görtüğünüzden katta otuz, bu yanda kaladovka, xalasanızda to'xona tasla, ko'cha hozirxonasi, bu yandan yine pojamli xotdan kelaverish qismimiz bo'ladi. Yurtdoshlar bahosına keladigan bo'lsak, 750 milyon so'm. Ekranda ko'rsatilgan nomerlarga chiqaverasizlar. Sog' omon bo'linglar, ishlaringizga omad.